Geç! Sinxonim, xonim yuqori mavqega ega. Iltimos bunday qilmang. Yuqori mavqega. U shunchaki zinjanga yopishib olmaganmidi? Aks holda uning kelib chiqishi bilan bunday do'konga kirishga loyiq bo'larmidi? Oyi, unga umuman ishonmang. U har kuni o'zini ofisda baxtsiz qilib ko'rsatadi. Zinjayni boshini aylantirishga urinadi. Ko'zimga ko'ringan bo'lsa kerak. Meni jinjayim qanday qilib bunday ayol bo'lish mumkin? Bunday ayollarni ko'p ko'rganman. To'g'ri yo'ldan yurmasdan faqat balandroq ko'tarilishni va boyvachiga turmushga chiqishni o'ylashadi, boshqasi emas. O'g'il tug'ib boyvachaning xotini o'rnini egallamaydi deb o'ylamayotgan bo'lsang kerak, o'zingga qara. Bunga umuman loyiq emassan. Ertami kechmi? Zinching sendan charchaydi. Nahotki sizni ko'zingizda atrofingizdagi odamlardan boshqa hech kim bu yerda bo'lishga loyiq bo'lmasa? Albatta, seni kelib chiqishing bilan hech qachon loyiq bo'lmaysan. Agar 3 avlodni tekshiradigan bo'lsak, hammamiz dehqonlardan kelib chiqamiz. Bundan tashqari, kelajak ham yozilmagan. Men Lutsanjing bilan o'rtasida nima bo'lishini hali ko'ramiz. Kechish mumkin dedimi? Nima tushunmayapsanmi? Ko'ylakni yechmas ekansan, hech qayoqqa ketmaysan. Kiyinish xonasiga kirmasam, qanday qilib yechaman? Unda shu yerning o'zida yech. Yech dedim. Nima qilyapsizlar?